aytdi-ku. Men uchirim. Allah qilavermayapman. Oyog'i. Assalomu alaykum. Ustakalar, yaxshimisizlar? Xorvatiyada yurgan, legalni yurgan bo'lsa yaxshi bo'lardi. ID kartasi bo'lsa. ID kartasi so'rovga o'tgan bo'lsa, mayli, aloqaga chiqinglar. Ish bor. Mana shunaqa agar masterlar bor, armatura, apalavkani ko'ryapsizlarmi? Mana shunaqa apalavkada mana yasab qo'yamiz. Mana shu ishxonamizga qo'yamiz. Mana shunaqa masterlar bor, apalavka yasab oladigan. Armaturaga to'qish endi oson. Armaturaga masterlar bor. Shuna apalavka yasab oladigan masterlar bormi? Shunaqa mana ko'ryapsizlarmi apalavkalarni? Olib kelib, yasab, bu og'ir to'g'ri kram bor lekin kramlar ko'ta. Faqat ponli yasab, ponli chertyojini tushungan bo'lsa, undan ham zo'r. Zo'r pul topsa bo'ladi akalar, ishoninglar. Zo'r pul to'laydi. Kamida soatiga 9 to'laydi, faqat master bo'lsa, kamida. Dokument qilib beradi, boshqasini qilib beradi. Sharoitlar qilib beradi. Sanaga kerak bo'lsa pul ham beradi. Faqat shunaqa masterlar bo'lsa, hojicha yetishmay turibdi. Qaranglar, shunaqa apalavka ko'ryapsizlar mana. Hamma nimalari, zapchast instrumentlari. Endi ustodan bittada ko'rib biladi, qanday nima bo'ladi. Ishlari, ko'rinishlari. Qo'yib, onlayn qilib yasash kerak. Shunaqa master bo'lish kerak. Ko'ryapsizlarmi, o'sha uyda ko'tarib boshlaymiz. Bu yerlarda ham uylar quriladi. Shunaqa shtekerlari bor, ulasonalari bor, daskalari bor, qo'yiladi. Mana apalavka, mana shu apalavka armatura to'qilishlar jarayonida ishlayapti. Shunaqa masterlar bo'lsa, Xorvatiyada yurgan, aloqaga chiqinglar, gaplashamiz. Bir kishimi, ikki kishimi master bo'lsa zo'r. Yani pomoshnik kerak emas, pomoshnik ko'rib ketdi. Master bo'lsa gaplashamiz. Mana shunaqa. Mana ko'rsatdim, mana shu qizil apalavka, temirdan og'ir apalavka lekin. Shu yurganlar o'zi bittada biladi. Faqat chertyoj tushuna oladigan bo'lsa, вообще zo'r. Sizdan baxtli inson yo'q. Zo'r anaqa bo'lib ichmaydigan bir anaqa qilmaydigan, yomon odatlari yo'q. Normal, kulturni ishlayman degan, ishlab qiqa pulimni topaman deydigan odamlar bo'lsa, shunaqalar uchun ish. Mana shu. Aloqaga chiqinglar, gaplashamiz.